2 metrli zavodiskiy крючок. Bir komplektiga paddon qo'shib beriladimi? Ikkita oyoq, ikkita kashak, bitta paddon qo'shib beriladi. Ikkita oyoq, ikkita kashak va bitta paddon. Paddon shunaqasi bo'ladi. Ha, Endi buni eng kichkinasi nechilik bor aka sizda? 50lik bor. Eng kichkina 40-50lik. Buchi. Undan tashqari bu ham 50lik. Bu konteyner 3x1 listdan tayyorlangan. Orqasiga igonlik qo'yiladi. Bu ham lazerda kesiladi. Bu endi bitta barmoqda aylantiradiganlari ham bor. Gidrolikasi. Bitta sinab bering. Qolimiz. Bunaqasi menimcha qarang. Aylansin endi qarang. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Farg'ona viloyati Buvaydagi yetib kelganmiz azizlar. Lesa Apolovga betonomeshalkalarda optim joyini so'raganmidinglar? Mana shunaqa Lesa betonomeshalka Apolovkalarni olib arendaga bermoqchilar juda ko'p va arzon joyini izlashadi, o'zlari ishlab chiqarishadi. Videomizni oxirigacha tomosha qilsanglar, bir komplekti necha pulga tushadi, shu haqida batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Aka, assalomu alaykum. Qasmingizsiz. O'zingizlar ishlab chiqarasizlar bularni? O'zimiz ishlab chiqaramiz. Birinchi Lesadan boshlasak, Lesani qanaqa razmerliklari bor? Razmerda, xohlagan razmerda chiqarib beramiz, zakazga qarab. Bu 2 metrlik, 1.7 stenali Sergeli zavod. Ha, 1.7 stenaliga. Ha, svarkalari birinchi sortga kempinda bo'lgan. Svarkalarga e'tibor beriladi. 2 metrli bu? Ha, 2 metrli zavodiskiy крючок. Bir komplektiga paddon qo'shib beriladimi? Ikkita oyoq, ikkita kashak, bitta paddon qo'shib beriladi. Ikkita oyoq, ikkita kashak va bitta paddon. Paddon shunaqasi bo'ladi. Ha, paddon shunaqasi. 1.7 stenali bu ham. 1.7 stena. Narxi necha pul shuni? Narxi 700 ming so'm, kelishtirib beramiz. Biz obunachilar bo'lsa, kelishtirib beramiz. Kelishtirib beradi. Ha. O'sha magazinga tarqaladigan narxda qilib beramiz. Keyin yana. Qanaqasi bor Lesani yana? Lesani 1 metrligi bor. 1 metrlik. Balandligi 1 metr, ikkita oyoq, ikkita kashak, bitta paddoni bo'ladi. Ular 560 ming so'm. Ha, 560 ming so'm bo'ladi, kichkina 1 metrligi. Bu 2 metrliklar. Endi optim olsanglar yana kelishtirib berishadi. Endi buni olgan odam hech 20 komplekt oladi, to'g'rimi? Kamida 20. Kami 20 komplekt oladi. Men ham qiziqib turibman. Endi Apolovka, Apolovkani turlari ko'p. Ha, Apolovkan har xil. Yangi listda. Yangi list. Lazerda kesiladi, diagonali, teshiklari ham lazerda bo'ladi. Mana, qarang, teshiklari ham 100 to'g'ri keladi. Ozgina qimmat bo'ladi, lekin bular gipga kesilgan nisbatan. Buni arzon variant 2 ga 3 profil qilinadigan bo'lsa arzon bo'ladi. Bu nechiga necha? Bu 2 ga 4 profil, 1.5 stenali profil qo'yilgan. List qalinligi necha? 208. 208 li list. 1.7 stenali profil. Narxi 8 million so'm. 8 million 100 mingdan optim O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. 8 million 100 ming necha metr bu? 18 metr. 18 metr, ikkita burchak, bir komplekt bo'ladi. Keyin bu nechilik? 40 likmi? Ha, 50 ligini, 50 ligini 8 million 100 dan butun O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. 18 metr bir komplekt. Qo'yilmasa zo'r. Endi buni eng kichkinasi nechilik bor aka sizda? 50 lik bor. Eng kichkina 40-50 lik. Buchi. Undan tashqari bu ham 50 lik. Bu konteyner 3x1 listdan tayyorlangan. Orqasiga igonlik qo'yiladi. Bu ham lazerda kesiladi. Diagonali, teshiklari 100% to'g'ri keladi. Mana qarang, ularimiz 7,5 million so'm. 7,5 million so'm aka, bu yerda qatiradigan narsalar bor-ku. Komplekt ichida bor. Bundan tashqari to'sqichlari qo'shib beriladi. 40 lik, 50 lik, 60 liklardan qo'shib beriladi. Ularimiz narxi O'zbekiston bo'ylab dastavkasi 7 million 600 ming so'm qilib beramiz. 7 million 600 ming so'm. Aka, olganlar necha komplekt olyapti mana shunaqalarda? 63 likdan 5 komplekt mana kecha zakaz oldik. Sisma poyezddan 4 komplekt oldim. Shunaqa ketadi. Ha. Keyin sizlarda buni arendasi necha pul? 1 metr yoki 1 komplekt? 70 ming so'm bo'lsa kerak. 1 metr, ha? 1 metr. Bir komplekt xullas. Ha, bir komplekt. Bir komplekt 70 ming so'm. Undan tashqari mana arzon variantidan tayyorlangani bor, 50 lik. Nima farqi bor arzon bilan buni? Profili. Ha, profili. Profili yuqa bo'ladi. Eng arzon variant 2 ga 3 bo'ladi. Buni qalinligi 208, ha? Bu 208. 2 ga 3 profil. 2 ga 3 profil. Bularimiz 300 ming so'm arzon yuradi. Bu ham 50 lik. Bu ham 50 lik. 50 lik, lekin 300 ming so'm arzon. 8 million 100 ming emas, 7 million 800 ming. 7 million 800 ming so'm. Kimga kerak bo'lsa mana. Tushunarli. Bu burchagimi mana shu? Bular burchagi, lazerda kesilgan. Qo'shib beramiz deganingiz mana shu qo'shib beriladi. Bu ham lazerdagi razmeriga qo'yib, shuni itarsa bo'ldi. O'sha razmerga to'g'ri kelaveradi. Eng kattasi nechiligi bor? 50 likdan boshlab eng kattasi nechiligicha bor? 1 metrgacha bo'ladi. 1 metrligi ham bormi? 1 metrligi hozir tayyor yo'q. Narigi do'konda zakatovkalari hamma yo'g'i bor. Kesilib qo'yiladi. Nech pul qilib berasiz 1 metrligini? 1 metrligini 16 million 400 ming so'm O'zbekiston bo'ylab dastavkasi tekin. Tushunarli. Bu nima? Nechilik bu? Bu 63 lik, o'sha arzon variantidan. Ha, ugolniga kichkinaroq. Ugolniga kichkina, keyin betiga ugolnik tortilmaydi. O'zi aslida tortilishi kerak, chunki qorin beraveradi. Bular.
Bu arzonchi xohlaganlarga. Arzonchi xohlaganlarga. Nech pul bu? Bu kimga kerak bo'lsa 9 million 400 mingdan. Dastavkasi bilan. Yo'q, dastavkasi. Bez dastavka 9 million 400 ming. 9 million 400 ming. Hammasinikiga qo'yilmagan bunda. Va bu 18 metr bo'ladi komplekt. Komplekt 18 metr, ikkita burchak, undan tashqari to'sqichlari hamma narsasi beriladi. Aka buni misol yaxshisi bor-ku misol. 8 million 100 ming aytganingiz. Necha yil xizmat qilishi mumkin? Yaxshi agar yog'lab joy-joyda qilsa. Yaxshisi 5-6 yil xizmat qiladi, yana remont qiladi, shu bilan yana ishlataveradi. Adashmasam men o'zim hisob kitob qilganimda 1 yilda o'zini oqlaydi dedi. 1 yil 1,5 yilga qolmasdan o'zini oqlaydi ekan. Aha. Qolgan yil foydaga kiradi. Foydaga kiradi. U ham joyiga qarab, misol Toshkent shahrida tez foydaga kiradi, chunki qimmat yuradi. Chunki qimmat yuradi. Mana arzon varianti. Ko'raverasizlar. Bu nima? Yotilgan holati bo'ladi bu. Ha. Material yuqadan, undan tashqari 2 ga 3 profildan qo'yilgan. Komplektida mana bu narsalar bor. Komplektida o'qi, furti, gaykasi, syomnigi hamma narsasi bor. Tushunarli? Bu burchaklari. Bu burchaklari. Undan tashqari mana qimmatidan bor 63likda. Ustiga to'xtab turing. Bu tayyorlanyapti, tayyorlanyapti, sveji. 63lik 1.7 stenali qalinligi 2 ga 4. Eng zo'ri. Hozirgi kunda chidamlisi mana shu bo'lyapti. Narxiga o'rtasiga tortiladi. Narxi 10 million 200 ming so'm, butun O'zbekiston bo'ylab dastavkasi. 1.7 stena 2 ga 4. Ha, yo'q, kattaligi 60lik. 60lik. 10 million 200 ming so'm butun O'zbekiston bo'ylab dastavkasi tekin. Undan tashqari polni hamma monolitli stoykalar ham sizdan? Ha, bizdan. Buni ham bitta aytib o'taylik. Balandligi 375 gacha chiqadi. Shu hozir 2 metr. Narxi Holat 2 metr. 260 ming. Bir donasi 260. Bir donasi 260 ming. 370 gacha chiqadi. Tushunarli. Undan tashqari kolonna apalovkalar. Kimga kerak bo'lsa, optim narxi 3 million 500 ming so'mdan. Kolonna apalovka. Kolonna apalovkalar, mana shular. Tumba. Tumba. Kolonna tumbani. Mana bu. Ha, mana shular. Necha pul komplektida necha metr bo'ladi? 3 metr balandligi, 40 ga 40 bo'ladi. 40 ga 40. Qo'lni. Ugon to'rtburchak bo'ladi. To'rtburchak holati. Balandligi 40 ga 40. 3 metr. Necha pul bo'ladi shu? 3,5 million so'm. 3,5 million. Dastavkasi bilanmi yo? 3 million 600 mingdan dastavka qilib beraman, donasini. Zo'r, gap yo'q. Undan tashqari mana bu yerda Xitoy lesalarimiz bor. Nejvinkali. O'zingizlardan chiqmaydimi bu? Yo'q, bu Xitoydan zakaz berganmiz, o'zimiz vodiy lesaga bir xil qilib ko'payib chiqargan. Qalinligi buni oyog'i 1.9 bo'ladi, kashaklari 1,5 dan bo'ladi. Narxi 800 ming so'm. Bu nerja ekan bu? Bu nejvinkali. Bu ham paddoni hamma narsasi bor. Ichida. Ikkita kashak, ikkita oyoq, bitta paddon bo'ladi. Mana paddoni mana. Ha. Oyoq bu narsalar. Bizda lesalar birinchi sortdan chiqadi. Ikkinchi sort turbadan chakidan yolliq bo'ladi. Undan tayyorlamaymiz. Chunki javob berish bor-da unga. To'g'ri. Odam turadi-yu. 600 kg ko'taradi bizdagi paddonlar, birinchi sort. Aravachalar necha puldan boshlanadi? Aravalar, skuter ballonlar 440 ming so'm. Mashina ballonlar ham 440 ming, mashina ballonlar 480 ming so'mdan. Kattalarchi? Katta aravalar 680 ming so'mdan. Yengil. Qulayliklar juda yengil. Tushunarli? Yuki bilan ham bilinmaydi. Bundan tashqari seyflar bor. 600 ming so'm. Kimga kerak bo'lsa. Qalinlasa va qarashkoy kraska. Qarashkoy kraska. Endi betonomeshalkalar. Betonomeshalkamiz. O'zim ham olmoqchiman. Ha. Bular qo'hma variant aka. Nimasida qanaqa qilib ajratsa bo'ladi yaxshisini aka? Qo'hma variant mana. Nimasi foyda bo'ladi bu qo'hma variant? Turban ichiga turban qoqib qo'yishadi. Ha, chiqmaydi. Ha. Bu ustida ichida yuki bilan yeyilib ketadi. Aylantirsa bo'ladimi yo bu yoqqa? Aylantirsa bo'ladi. Qanaqa motor? Necha kilovatli yo necha? Bu rossiyskiy alyumin motor. 220 ga ishlaveradi? 220 ga ishlaveradi, 180 gacha ishlaveradi. Bular qo'hmali variant. Xuddi shuni pachimlikli varianti bor. Kabellari, montaji tashqaridan qilingan. Uporlari berilgan. Bu yerda upor yo'q hozir. Bular 3 million 800 ming so'm. 3 million 800 ming necha kubali? 0.25 kuba. 0.25 kubali. Undan tashqari mana kichkinasidan bor, chili-chilidan. Orqadagimi mana? Orqadagi. Bu yengil. Bu ham qo'hma variant. Mismi yo alyuminmi? Alyumin, Xitoy motor. Alyumin. Ikki kishi o'g'lab ketsa ham bo'lar, Damas hisob. Kimga kerak bo'lsa mana. Necha pul qilib berasiz? Bular 3 million 600 mingdan. 3 million 600 ming. Yaxshisi qanaqa aka buni? Zo'ridan. Eng zo'ri pachimlikli variant. Kabellari tashqaridan remont bo'lgan, montaj qilingan, orqasiga uporlar qo'yilgani bor. Ashular 4 million 200 ming so'm rossiyskiy mis motor bo'lyapti. 4 million so'm alyumin motor, Xitoy motor qo'yib beryapmiz. Buni zapchastlari ham bo'ladimi mabodo endi? Bizda zapchaslari bor. Buni
bir yilga kiymasdan yeyilib ketadigan bo'lsa, pachimlikli variantga ancha xizmat qiladi. Ustiga olib borsa hozir pachimlik variantini, qo'hma varianti 1 millionga remont qiladigan bo'lsa, pachimlik varianti o'zi qo'yib olaveradi. 75 ming so'mdan 150 ming so'mga tushadi. Timnaqti zapchasi ham bor bizda. Bu konteyner materialda bo'lgan ekan. Konteyner materialdan bo'ladi. Tushunarli. Bular nima bu? Bular sesma polovkalarimiz. Qalinligi 2 lik, list qalinligi 18 metr bo'ladi. Narxi 3,5 million so'mdan. Qancha metri nimasi? 18 metri. 18 Bir kampligi xullas 3,5 million so'm. Tushunarli. Misol mana bironta bir Rossiyada o'tirgan odam yoki Koreyada o'tirgan odam telefon qildi, zakaz berdi, dastavkaga jo'nataverasizlar. Dastavkasini kelishib chiqarib yuboramiz. Pulni o'sha yerda sanab beraveradi. Gap yo'q, qo'y. Endi akalar, gap ishonch bo'lishi uchun ishlab chiqarish sexidan ham video taqdim qilamiz. Bular nima endi aka? Bular kalakonchik, bular 1 kubali. 1,5 kubalisi ham xohlagan razmerda tayyorlab beraveramiz. Bular 6 million so'm. 1 kuballar. Bo'yi pakana, nocha. Bu 1,5 kuballar 7 million so'm. Boshqacha variantda kerak bo'lsa, xohlagan razmerda tayyorlab beramiz. O'zlaringlar kalakonchiklar. Ha. Hammasi o'zimizdan chiqadi. Endi akalar, betonameshalkani 360 variantini qilib qo'yishibdi. Ya'ni xohlagan tomoniga aylantiraveradi aka. Ko'taradimi, chiqib sinibni deb qolmaydimi? Yo'q, sinmaydi aka. 0,20 kubali aka. 0,20 kuba. Motori qanaqa buni? Motori rossiyskiy motor. Rossiy motor. Mis motor. 220 ga ishlaveradi. 220, 180 ishlayveradi. Necha pul qilib berasiz buni endi? Bular 3 million 400 mingdan. 3 million 400 ming optim narxlari. Optim narxlarda. Bu endi bitta barmoqda aylantiradiganlari ham bor ekan. Gidrolikasi. Gidrolikasi. Bitta sinab bering. Qarang, bunaqasi menimcha qarang, aylansin endi qarang. Ha, tormoz ekanda bu, ha? Ha, bu tormoz. Ha. Necha pul bu endi? Bu 6 million 500 ming. Bilan bunaqa endi narx. Yangicha. Material yangidan tayyorlangan. Aha. Bundan tashqari motori ham eng yaxshisidan qo'yiladi bunga. Juda yengil ishlash. Temir ham konteyner emas. Yo'q, yangilisdan tayyorlangan. Yangilisdan tayyorlangan. Motori ham qanaqa? Ha, eng yaxshisidan qo'yiladi. Bu gidrolika meshalka. Narx 6,5 million so'm. Agar optim olamiz deganlarga kelishtirib beramiz. Yana ham kelishtirib beradilar. Ha, undan tashqari bizda ichkarida sirop. Hammasi yengil. O'zlari ishlab chiqarishadi. O'zimiz ishlab chiqaramiz. Yengil. Optim narxlar 6,5 million so'm bular. Tushunarli. Pachimlikli variant, qo'hma variant emas. Ha, qo'hma variant bo'ladigan bo'lsa tezlik yetib qoladi. Turba bir-biriga ishqalanib. Bular pachimlikli variant. Kabellari ham yaxshisidan qo'yilgan. Ishqim 0. Aybi yo'q umuman. Xo'p, azizlar, endi biz o'rnatib qo'yilgan holatini ko'rsatib o'tamiz. Aka, mana shu holat o'rnatiladi. Ha, shu holatda o'rnatiladi. Bu sesmaniki? Sesmaniki. Xohlagan bunaqaga surib, bo'shatish shart emas. Qatirgan holatda yo bu yoqqa sursa kelaveradi razmeri. Burchak kelaveradi. Mana shuni 27 lik. Polovkamiz, sesma polovkamiz. Komplegi 3,5 million so'm. O'qi, syomnik, gaykalari qo'shib beriladi. Bu Apollo. Bu 60 lik polovkamiz. Qalinligi 208 pilisovoy, orqasiga eng zo'ridan 2 ga 4 profildan qo'yilgan qimmatdan. Hali arzon variantdan emas bu. Eng yaxshisi. O'rtalariga ham qo'yiladi. Bular 10 million so'm. 10 million 200 dan butun O'zbekiston bo'ylab dastavkasi tekin. Gap yo'q. Lazerda kesilgan, diagonali 100 ga 100 to'g'ri keladi, teshiklari ham 100 ga 100 to'g'ri keladi. Qolagan anaqasiga qo'yib 50 lik bo'lak bo'ladigan bo'lsa 50 lik shunday qo'yib surib burchagiga mana teshiklari qilingan. Kim kerak Masalan, demak, ekrandagi telefon raqamlariga bemalol bog'lanishlar mumkin.